Agar sizning pensiyangizdan, nafaqangizdan, ijtimoiy to'lovingizdan yoki plastik kartangizga tushishi kerak bo'lgan puldan qarzingiz bor deb ushlab qolishgan bo'lsa, bugungi ma'lumot siz uchun juda muhim. Bu masala faqat pensionerlarga emas, bolalar nafaqasi oladigan oilalarga, nogironlik pensiyasi oluvchilarga, boquvchisini yo'qotganlarga, ish staji bo'yicha pensiyaga chiqqanlarga va hatto merosxo'rlarga ham tegishli bo'lishi mumkin. Men bugun oddiy tilda tushuntirib beraman. Pensiya jamg'armasi yoki boshqa to'lov qiluvchi organ qachon pulingizni ushlab qolishi mumkin, qachon esa bunday qilishga haqqi yo'q. Eng muhimi, agar sizdan noqonuniy pul ushlab qolingan bo'lsa, uni qanday qilib qaytarib olish mumkinligini bosqichma-bosqich aytaman. Videoni oxirigacha ko'ring. Chunki ko'pchilik aynan bitta xatoga yo'l qo'yadi. Davlat idorasi ushlab qolgan bo'lsa, demak to'g'ri bo'lsa kerak deb jim yuradi. Yo'q, har doim ham unday emas. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, videoga like bosing, chunki bu ma'lumot sizning yoki yaqinlaringizning real pulni qaytarib berishi mumkin. Avval amaliyot qanday edi? Ko'p hollarda pensiya jamg'armasi yoki unga tegishli bo'limlar biror fuqaroga oldinroq ortiqcha pensiya yoki nafaqa to'lab yuborilganini aniqlasa, keyingi oylar to'lovidan o'sha summani ushlab qolishni boshlardi. Masalan, pensionerga 6 oy davomida har oy 300 ming so'mdan ortiqcha to'langan deb hisoblashadi. Jami 20.800.000 so'm qarz chiqadi. Keyin pensionerga aytishadi, sizga ortiqcha pul to'langan, endi pensiyangizdan har oy ushlab qolamiz. Oddiy fuqaro nima qiladi? Ko'pincha qarshilik qilmaydi. Chunki idora aytayaptimi, demak qonuniydir deb o'ylaydi. Ayrimlar esa tushuntirish ham so'ramaydi. Mayli, pensiyamdan ushlasa ushlasin. Boshim og'rimasa bo'ldi deydi. Lekin masalaning eng muhim joyi shuki, fuqaroning pulini ushlab qolish uchun aniq huquqiy asos bo'lishi kerak. Faqat biz hisoblab chiqdik, bizda qarz ko'rinyapti, kompyuterda shunday chiqdi degan gapning o'zi yetarli emas. Endi nima o'zgardi? Sud amaliyotida juda muhim yondashuv shakllanyapti. Agar fuqaro ataylab yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsa, hujjatlarni qalbakilashtirmagan bo'lsa, pensiya yoki nafaqa tayinlanishida uning aybi bo'lmasa, davlat organining o'z xatosi uchun fuqarodan pulni ushlab qolish mumkin emas. Ayniqsa, bunday ushlab qolish fuqaroning roziligisiz, sud qarorisiz yoki qonunda ko'rsatilgan aniq tartibsiz amalga oshirilgan bo'lsa, bu jiddiy muammo hisoblanadi. Men buni shunday tushuntiraman. Davlat organi sizga pul to'layotganda u hisob kitobni o'zi qiladi. Hujjatlarni o'zi tekshiradi, bazalardan ma'lumot oladi, qaror chiqaradi. Agar keyin biz adashibmiz desa, bu avtomatik ravishda endi fuqaro qaytarishi shart degani emas. Fuqaro aldov qilganmi? Yolg'on ma'lumot berganmi? Kerakli ma'lumotni yashirganmi? Agar yo'q bo'lsa, javobgarlikni oddiy pensioner yoki nafaqa oluvchining yelkasiga tashlab qo'yish adolatli emas. Asosiy qism 1. Nimalarni bilish kerak? Kim xavotir olishi kerak? Kim xavotir olmasligi kerak? Birinchi muhim qo'ydi. Sizning pensiyangiz. Nafaqangiz yoki boshqa ijtimoiy to'lovingizdan pul ushlab qolish uchun qonuniy asos bo'lishi shart. Bunday asos odatda bir necha ko'rinishda bo'ladi. Masalan, sud qarori bo'lishi mumkin yoki ijro hujjati bo'lishi mumkin. Yoki fuqaroning o'zi yozma ravishda rozilik bergan bo'lishi mumkin. Yoki qonunning o'zida muayyan holatda ushlab qolish tartibi aniq belgilangan bo'lishi mumkin. Agar sizga qarzingiz bor deyishsa, birinchi savolingiz shunday bo'lishi kerak. Qaysi hujjat asosida ushlab qolinyapti? Og'zaki javob yetarli emas. Siz yozma asosni ko'rishingiz kerak. Qaror bormi? Buyruq bormi? Hisob kitob davlatnomasi bormi? Sizni xabardor qilishganmi? Sizdan tushuntirish olishganmi? Sizga e'tiroz bildirish imkoniyati berilganmi? Mana shu savollar juda muhim. Keling, real hayotga yaqin misol ko'ramiz. Deylik, 68 yoshli otaxon har oy 2.400.000 so'm pensiya oladi. Bir kuni u kartasiga 2.400.000 emas, 1.900.000 so'm tushganini ko'radi. Banka boradi. Bank bizga shuncha kelgan deydi. Pensiya bo'limiga boradi. U yerda sizga oldin ortiqcha to'langan 3 million so'm qarzingiz bor. Har oy 500 mingdan ushlab qolamiz deyishadi. Otaxon qaysi oyda nima sababdan ortiqcha to'langan deb so'rasa, unga umumiy gap aytiladi. Stajingiz qayta hisoblangan, ma'lumot bazasida boshqacha chiqdi, tekshiruvda aniqlandi. Bunday vaziyatda otaxon jim ketmasligi kerak. Chunki 5000 so'm uning dori-darmoniga, kommunal to'loviga, oziq-ovqatiga ketadigan pul bo'lishi mumkin. U yozma ariza berib, ushlab qolish bo'yicha qaror nusxasini, hisob kitobni, qarz qanday shakllanganini,
qaysi oylar bo'yicha ekanini, qanday huquqiy asos bilan pensiyadan chegirilayotganini talab qilishi kerak. Ikkinchi misol, ayol kishi bolalar nafaqasi olgan, keyin unga aytishadi. Sizning oilangiz daromadi yuqori bo'lgan, nafaqa noto'g'ri tayinlangan, endi qaytarasiz. Agar ayol ataylab daromadini yashirgan bo'lsa, masalan, turmush o'rtog'i rasmiy ishlayotganini bilib turib boshqa ma'lumot bergan bo'lsa, bu boshqa masala. Lekin agar barcha ma'lumotlar elektron bazalardan olingan, u talab qilingan hujjatlarni taqdim etgan, hech narsani yashirmagan bo'lsa, keyin idoraning ichki xatosi uchun undan pulni avtomatik ushlab qolish to'g'ri bo'lmasligi mumkin. Uchinchi misol, nogironlik pensiyasi oluvchi fuqaroning nogironlik muddati tugagan, lekin tizimda ma'lumot o'z vaqtida yangilanmagan. Fuqaroga yana 2 oy pensiya tushgan. Keyin jamg'arma sizga 2 oy noto'g'ri to'langan deb qarz chiqaradi. Bu yerda holat juda nozik. Agar fuqaro nogironlik muddati tugaganini bilgan va o'zi xabar berishi shart bo'lgan bo'lsa, mas'uliyat masalasi paydo bo'lishi mumkin. Lekin agar u qayta ko'rikdan o'tgan, hujjatlar topshirilgan, tizimda kechikish davlat organlari o'rtasidagi axborot almashinuvi sababli yuz bergan bo'lsa, fuqaroni avtomatik aybdor qilish mumkin emas. Kimlar xavotir olish kerak? Birinchidan, pensiyasidan har oy noma'lum sabab bilan kamayib pul olayotganlar. Ikkinchidan, o'rtacha to'lov degan da'vo bilan qarzdorlik chiqarilganlar. Uchinchidan, ijtimoiy nafaqa, bolalar puli, nogironlik yoki boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi bo'yicha to'lovdan chegirma qilinayotganlar. To'rtinchidan, yaqin qarindoshi vafot etgandan keyin ortiqcha pensiya olingan deb merosxo'rlardan pul talab qilinayotganlar. Kimlar xavotir olmasligi mumkin? Agar sizda sud qarori bo'lsa, qarz haqiqatan tan olingan bo'lsa, siz yozma rozilik bergan bo'lsangiz yoki aliment, jarima, kredit bo'yicha ijro hujjati asosida belgilangan tartibda ushlab qolinayotgan bo'lsa, bu boshqa jarayon. Lekin bu holatda ham ushlab qolish miqdori va tartibi qonunga mos bo'lishi kerak. Qonuniy ushlab qolish degani xohlagancha ushlab qolish degani emas. Yana bir muhim jihat, pensiya va nafaqa odatda odamning yashash manbai hisoblanadi. Ayniqsa yoshi katta insonda boshqa daromad bo'lmasligi mumkin. Shuning uchun qonunchilikda bunday to'lovlardan ushlab qolish masalasi ehtiyotkorlik bilan ko'riladi. Davlat organi ham, ijro organi ham, bank ham odamni yashash uchun mablag'siz qoldirib qo'ymasligi kerak. Endi eng nozik joylarga o'tamiz. Birinchi tuzoq, siz ariza yozib qo'ying, keyin ko'ramiz deyshadi. Ba'zan fuqaro nima yozayotganini tushunmay turib ariza yozadi. Masalan, men qarzdorlikni tan olaman, pensiyamdan ushlab qolishga roziman degan mazmundagi arizaga imzo qo'yib yuboradi. Keyin esa pul ushlab qolinayotganda e'tiroz bildiradi. Bunday holatda ish qiyinlashadi. Chunki sizning yozma roziligingiz dalil sifatida ishlatilishi mumkin. Shuning uchun men doim aytaman, tushunmagan hujjatga imzo qo'ymang. Agar sizga bu shunchaki rasmiyatchilik deyishsa ham, avval o'qing. Agar hujjat rus tilida yoki murakkab yuridik tilda bo'lsa, nusxa so'rang, maslahat oling, keyin imzo qo'ying. Ayniqsa qarzni tan olaman, e'tirozim yo'q, ushlab qolishga roziman degan jumlalarga juda ehtiyot bo'ling. Ikkinchi tuzoq, og'zaki va'da. Fuqaro idoraga boradi. Xodim xatolik bo'lgan bo'lishi mumkin. Keyingi oy qaytarib beramiz deydi. Fuqaro ishonadi, lekin hech qanday yozma ariza qoldirmaydi. 1 oy o'tadi, 2 oy o'tadi, pul qaytmaydi. Keyin dalil yo'q. Shuning uchun har doim yozma murojaat qiling. Arizangizni 2 nusxada tayyorlang. Bir nusxasini topshirasiz, ikkinchi nusxasiga qabul qilingan sana kirim raqami va mas'ul shaxs imzosini qo'ydirib olasiz. Agar elektron murojaat qilsangiz, murojaat raqamini saqlab qo'ying. Uchinchi nozik jihat, ortiqcha to'lov har doim ham qarz degani emas. Masalan, jamg'arma hisoblashda xato qilgan bo'lishi mumkin. Tizim noto'g'ri ma'lumot olgan bo'lishi mumkin. Xodim hujjatni noto'g'ri talqin qilgan bo'lishi mumkin. Bu xatolar uchun fuqaro har doim ham javobgar bo'lmaydi. Qarzdorlikni undirish uchun fuqaroning aybi asossiz bo'yish holati, noto'g'ri ma'lumot berish. Qonunda ko'rsatilgan boshqa asoslar isbotlanishi kerak bo'lishi mumkin. To'rtinchi jihat, davom muddati. Ba'zi holatlarda idora juda eski davr uchun qarz chiqarishi mumkin. Masalan, 2019 yilda sizga noto'g'ri to'langan. Endi 2025 yilda ushlab qolamiz deyishi mumkin. Bunda ham savol tug'iladi. Nega endi? Qachon aniqlangan? Qaysi hujjat bilan aniqlangan? Qaysi muddat ichida talab qo'yilgan? Fuqaro bu savollarni berishga haqli. 5-jihat. Merosxo'rlardan talab qilish. Masalan, onaxon vafot etganidan keyin uning farzandlariga onangizga ortiqcha pensiya to'langan. Endi sizlar qaytaringlar deyilishi mumkin. Bu yerda ham hamma narsa avtomatik emas.
Meros qabul qilinganmi? Qarz haqiqatan mavjudmi? Onaxonning aybi bo'lganmi? Da'vo hujjatlar bormi? Meros miqdori qancha? Merosxo'r o'z cho'ntagidan cheksiz to'lashga majbur emas. Bu masalada hujjatlarni ko'rmasdan turib to'langlar deyish noto'g'ri. 6-jihat bank kartasidan pul yechilishi. Ba'zi fuqarolar pensiyam to'liq tushdi, lekin kartadan yechib olishdi deydi. Bu holatda bank, ijro byurosi, kredit tashkiloti yoki boshqa qarzdorlik bo'yicha yechim bo'lishi mumkin. Bunda pensiya jamg'armasi emas, boshqa organ ta'sir qilayotgan bo'lishi ehtimoli bor. Shuning uchun avval pul qayerda kamayganini aniqlash kerak. Jamg'arma to'lovni kam yuborganmi yoki pul kartaga tushgandan keyin yechilganmi? Bu ikki holatning huquqiy yo'li har xil. 7-jihat aliment, jarima, kredit va boshqa qarzlar. Agar fuqaroning sud qarori bilan belgilangan qarzi bo'lsa, masalan aliment, zarar undirish, kredit qarzi yoki ma'muriy jarima bo'yicha ijro hujjati bo'lsa, ijro organi daromaddan belgilangan miqdorda ushlab qolishi mumkin. Lekin bu yerda ham chegara bor. Har bir holatda foizlar, minimal yashash darajasi, to'lov turi va ijro tartibi tekshiriladi. Ya'ni ijro hujjati borligi ham har qanday summani istalgancha ushlab qolish mumkin degani emas. 8-jihat ijtimoiy to'lovlarning maqsadi. Bolalar nafaqasi bolani boqish uchun. Nogironlik pensiyasi sog'liq bilan bog'liq ehtiyojlar uchun. Boquvchisini yo'qotganlik pensiyasi tirikchilik uchun beriladi. Shuning uchun bunday mablag'larni ushlab qolishda alohida ehtiyotkorlik kerak. Agar ushlab qolish natijasida oila oziq-ovqat, dori, ijara yoki kommunal to'lovga pul topolmay qolsa, bu faqat moliyaviy masala emas, bu insonning ijtimoiy himoyasi masalasidir. Endi eng kerakli qism nima qilish kerak? Agar sizning pensiyangizdan yoki nafaqangizdan pul ushlab qolingan bo'lsa, birinchi qadam aniq summani aniqlang. Oxirgi 6 oy yoki 12 oy bo'yicha kartaga tushgan pullarni tekshiring. Bank ilovasidan ko'chirma oling. Agar naqd olgan bo'lsangiz, to'lov vedomosti yoki pension kartadagi kirimlarni ko'ring. Har oy qancha tushish kerak edi, qancha tushdi, farq qancha? Buni oddiy jadval qilib yozib chiqing. Ikkinchi qadam. Pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga yozma ariza bering. Arizada shunday mazmun bo'lsin: menga tayinlangan pensiya yoki nafaqa to'lovidan falon oydan boshlab falon miqdorda pul ushlab qolinmoqda. Ushlab qolishning huquqiy asosi, qaror nusxasi, hisob-kitob jadvali, qarzdorlik shakllangan davr va sabablar bo'yicha yozma tushuntirish berishingizni so'rayman. Agar ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lmasa, ushlab qolingan summani qaytarishingizni so'rayman. 3-qadam hujjatlarni to'plang. Sizga quyidagilar kerak bo'lishi mumkin: pasport yoki ID karta nusxasi, pensiya guvohnomasi yoki nafaqa tayinlanganligi haqidagi hujjat, bank karta ko'chirmalari, pensiya miqdori haqida ma'lumotnoma, jamg'armadan kelgan xatlar, siz imzo qo'ygan arizalar nusxasi, tibbiy mehnat ekspertiza hujjatlari bo'lsa, ularning nusxasi. Bolalar nafaqasi bo'yicha oilaviy tarkib yoki daromadga oid hujjatlar, vafot etgan qarindosh bo'yicha meros hujjatlari. 4-qadam javobni kuting, lekin muddatsiz kutmang. Davlat organlari murojaatga belgilangan muddatlarda javob berishi kerak. Javob kelmasa, yugurib turuvchi organga, ya'ni viloyat boshqarmasiga yoki respublika darajasidagi mas'ul tashkilotga shikoyat qiling. Shikoyatda birinchi murojaat nusxasini, qabul qilinganligi haqidagi belgini va pul ushlab qolinganini tasdiqlovchi bank ko'chirmasini ilova qiling. 5-qadam prokuratura yoki adliya organlariga murojaat qilish mumkin. Ayniqsa, gap ijtimoiy himoya to'lovlari, pensionerlar, nogironligi bo'lgan shaxslar, yolg'iz keksalar yoki voyaga yetmagan bolalar manfaatlari haqida ketayotgan bo'lsa, davlat organlari bunday murojaatlarni jiddiy ko'rib chiqishi kerak. Murojaatni emotsiya bilan emas, faktlar bilan yozing. Qachon, qancha, qaysi asosda, qaysi hujjat berilmadi, nimani so'rayapsiz? 6-qadam sudga murojaat qilish. Agar jamg'arma ushlab qolishni to'xtatmasa, pulni qaytarmasa yoki asossiz javob bersa, sud orqali huquqingizni himoya qilishingiz mumkin. Suddan nima so'rashingiz mumkin? Birinchidan, ushlab qolish bo'yicha harakatlarni noqonuniy deb topish. Ikkinchidan, ushlab qolingan summani qaytarish. Uchinchidan, kelgusida bunday ushlab qolishni to'xtatish. Ayrim holatlarda zarar, penya yoki boshqa talablar ham ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buni hujjatlar asosida yurist bilan maslahatlashib belgilagan ma'qul. 7-qadam, hech qachon og'zaki gapga ishonib qolmang. Ertaga qaytaramiz, boshliq yo'q, kompyuter ishlamayapti, oy oxirida hal bo'ladi degan gaplar sizning huquqingizni tiklamaydi. Huquq hujjat bilan tiklanadi. Ariza, javob, qaror, ko'chirma, dalolatnoma, sud hujjati mana shular kerak.
8-qadam. Agar siz oldin imzo qo'ygan bo'lsangiz, baribir umidingizni uzmang. Ba'zida fuqarodan bosim ostida yoki tushuntirilmasdan rozilik arizasi olingan bo'lishi mumkin. Masalan, imzo qo'ymasangiz pensiyangiz umuman to'xtaydi deb qo'rqitishgan bo'lishi mumkin. Bunday vaziyatda ham holatni tekshirtirish mumkin. Lekin keyingi safar bunday xatoga yo'l qo'ymaslik uchun har bir hujjatni diqqat bilan o'qing. 9-qadam, yaqinlaringizga yordam bering. Ko'p pensionerlar bank ilovasidan foydalanmaydi. SMS kelganini tushunmaydi. Kartaga qancha tushayotganini kuzatmaydi. Farzandlar, nevaralar, qo'shnilar agar oilangizda pensioner bo'lsa, oyga bir marta uning kartasiga tushgan summani tekshirib bering. Pensiya miqdori birdan kamaygan bo'lsa, balki shunday kerakdir deb qo'ymang. Sababini aniqlang. 10-qadam, har bir to'lov bo'yicha alohida dalil yig'ing. Masalan, sizga 3 oy davomida 400 ming so'mdan ushlab qo'lingan bo'lsa, jami 1 million 200 ming so'm bo'ladi. Bank ko'chirmasida har oy aniq ko'rinsin. Agar siz sudga borsangiz, mendan pul ushlashgan degan umumiy gap emas. Aniq raqamlar kerak bo'ladi. Qaysi sana, qancha tushishi kerak edi, qancha tushdi, farq qancha, kim ushlab qolgan. Men sizga ariza matnining oddiy namunaviy mazmunini ham aytib ketaman. Siz buni o'z holatingizga moslab yozishingiz mumkin. Men falonchi falon yildan buyon pensiya yoki nafaqa olaman. Falon oydan boshlab to'lovimdan har oy falon so'm miqdorida ushlab qolinmoqda. Menga ushlab qolish sababi va huquqiy asosi yozma ravishda tushuntirilmagan. Shu sababli ushlab qolish bo'yicha qaror nusxasini, qarzdorlik hisob kitobini, qarz qaysi davrda va nima sababdan yuzaga kelganini ko'rsatuvchi hujjatlarni taqdim etishingizni, agar ushlab qolish qonuniy asosga ega bo'lmasa, ushlab qolingan summani to'liq qaytarishingizni so'rayman. Mana shu oddiy ariza ham ko'p narsani o'zgartiradi. Chunki idora og'zaki gapdan hujjatli javobga o'tishga majbur bo'ladi. Hujjatli javob esa keyingi shikoyat yoki sud uchun asos bo'ladi. Yana bir maslahat, murojaatingizda haqorat, tahdid hammani sudga beraman degan gaplarni yozmang. Bu sizga yordam bermaydi. Sovuqqon, aniq va huquqiy yozing. Men falon hujjatni so'rayman, falon summani qaytarishni so'rayman, falon harakatni to'xtatishni so'rayman. Shunda siz jiddiy ko'rinasiz va murojaatingizni e'tiborsiz qoldirish qiyinlashadi. Bugungi asosiy fikr shuki, agar pensiya jamg'armasi yoki boshqa organ sizning pulingizni qarzingiz bor deb ushlab qolayotgan bo'lsa, bu avtomatik ravishda qonuniy degani emas. Har bir ushlab qolishning huquqiy asosi, hisob kitobi, qarori va tartibi bo'lishi kerak. Agar siz aybdor bo'lmasangiz, yolg'on ma'lumot bermagan bo'lsangiz, hujjatlarni yashirmagan bo'lsangiz, davlat organining xatosi uchun sizning pensiyangiz yoki nafaqangizdan pul ushlab qolish masalasi jiddiy tekshirilishi shart. Eng muhimi, jim turmang. Bank ko'chirmasini oling, yozma ariza bering, qaror va hisob kitobni talab qiling. Javob bo'lmasa, yuqori organga shikoyat qiling. Zarur bo'lsa, sudga murojaat qiling. Sizning pensiyangiz, nafaqangiz, bolalar pulingiz bu shunchaki raqam emas. Bu sizning kundalik hayotingiz, doriyingiz, noningiz, kommunal to'lovingiz, farzandingizning ehtiyoji. Agar sizda shunday holat bo'lgan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi to'lovdan qancha ushlab qolishdi? Sizga qanday sabab aytishdi? Pulingizni qaytarib oldingizmi yoki hali kurashyapsizmi? Bu boshqa odamlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Balki aynan shu ma'lumot kimningdir ushlab qolingan pulni qaytarib olishiga sabab bo'lar.